Homilador ayollar albatta bu tavsiyalarimni eshitinglar. Mani oldimga ko'plab 1 yoshgacha bo'lgan bolalar injiq, bezovta, uyqusizlik shu shikoyatlar bilan olib kelishadi. Tahlil natijalarini qaraganimizda ko'pincha bu bolalarda kamqonlik, kalsiy kamligi va bir necha moddalarning defitsiti kuzatiladi. Bu aynan homiladorlik bilan bog'liq. Hozir sizlarga shunaqa tavsiyalar beraman, homilador ayollarga foydali bo'ladi. Birinchisi, kundalik ratsioningizga ahamiyat beringlar. Yeyotgan ovqatlaringizda albatta go'sht, til, jigar, qizillo'lagi, ho'l mevalar va quritilgan mevalar bo'lsin. Mayiz, turshi, arab xurmosi. Keyingisi, sog'lom turmush tarziga ahamiyat beringlar. Ya'ni vaqtida uxlash, vaqtida dam olish, sayr qilish, to'yib uxlash va hokazo. Keyingi tavsiyam albatta nazoratda, o'sha vrach, ginekolog, terapevt nazoratda bo'linglar. Undan keyingi tavsiyam bu asosiysi homiladorlik orasini kamida 3 yil qilinglar. 5 yil qilsanglar undan ham yaxshi. Orasini uzoqroq qilganingizda tananglar polniy defitsitlarni tiklaydi, sog'lig'inglar o'ziga keladi, asablaringlar joyiga keladi va sizlar sog'lom farzand dunyoga keltirasizlar. Bu videoni farzand kutayotgan tanishlaringizga yuborib qo'yinglar.